5000 so'm bilan davleniydan butunlay qutulasiz. Magniy sulfatli parashogi va yarim litrgina suv kerak bo'ladi xolos. Qon bosimini ko'tarilishi ko'p holatlarda qonni quyuqlashishi bilan bog'liq bo'ladi. E'tibor bering va Alloh taolo bizni tanamizga qonni doim suyultirib turasan deb bir emas ikkita a'zoni joylashtirib qo'ygan. Ulardan biri jigar hisoblanadi. Qon quyuqlashishi deganda nimani tasavvur qilish kerak? Bu degani qonda organizmdan chiqib ketishi kerak bo'lgan shlaklar, toksinlar, tuzlar, yog'lar ko'payib ketishini hisobidan qon quyuqlashib og'irlashadi. Va natijada yurak endi mana shu og'ir qonni haydayman deb, misol uchun yurak mana bu yerda turgan bo'lsa, sodda tilda aytganda, oyoqqa qarab yo bo'lmasam qo'llarimizga qarab qonni haydab berishlik uchun yengil qon bo'lsa kamroq kuch sarflaydi, og'ir qon, qo'ya qon bo'ladigan bo'lsa ko'proq kuch sarflaydi. Kuch degani mana shu yurakda bitta qisqarib bo'shashligi shu davleniya deyiladi. Davleniya endi qanchalik kuchli qisqaradigan bo'lsa bosim ko'proq bo'ladi, qanchalik erkin, bo'shashib, shoshilmasdan qisqaradigan bo'lsa bosim me'yorda bo'ladi. Demak, mana buning tez urishligi qonni quyuqlashishi bilan bog'liq. Quyuqlashishi qondagi musorlar bilan bog'liq. Musorni tozalashlik uchun esa jigar bizning filtrimiz. Jigar yaxshi ishlashlik kerak. Jigar ishlashlik uchun o't suyuqligi, ya'ni o't qopi yaxshi ishlashlik kerak. Biz hozir bu yordamida, hozir qilmoqchi bo'lgan muolajamiz yordamida o't qopini ish faoliyatini yaxshilasak, zanjirda u ilinib qolgan, qisilib qolgan joyini ochib olgan bo'lamiz. O't ishlab ketdi, jigar ishlab ketdi, qon suyulib, yurak yengillashadi. Sababi bilan yo'qotamiz kasallikni. Tushunib olinglar shuni. Kasallikni o'zi bilan emas, bosim ko'tarildi, tushirishimiz kerak deydi. Nimaga chiqyapti u ildizi qayerda? Men hozir shu ildizini, u kasallik ilinib turgan, tiqilib turgan muammosi, ildizi bor-ku, tochkasi. Ana shu joyda aytyapman sizlarga. Shundan Xudo xohlasa, shunday olib tashlaydigan bo'lsak, qutuladigan bo'lsak, ildizidan. Kasallikka qaramasangiz ham o'zi yaxshi bo'lib qoladi. Sizni muhtoj emas tana bosimni tushirib berishingizga. Tizim bor ichida. Ichkarida tizim bor. Alloh taolo yaratib juda mukammal qilib yaratib qo'ygan tizim bor. Ana shu tizimni biz yurgizib yuboraylik deyapman. Yurgizib yuboradigan bo'lsak, mana shunday bo'ladi. Magniy sulfat parashogini olasizlar. 1 choy qoshiq to'ldirib olinadi, yarim litr suvga solinadi. Issiq suvga, qaynab eliyab turgan suv bo'ladi-ku, ana shunga solinadi-da, mana shu tayyorlangan eritmamizni har 5 minutda bir ho'plam ichiladi. Ovqatdan 1 soat oldin, ya'ni mana shu yarim litr suvimiz 1 soat davomida ichib tugatasizlar. Buning natijasi nima kuzatilishi mumkin? Natijada qorin g'ildirashi, ichak faoliyati bilan ich kelish mumkin bo'ladi. 1, 2, 3 marta ham ich kelishi bo'ladi. Bu qo'rqinchli narsa emas. Ya'ni siz bilishingiz kerakki, ichingiz keldimi, demak, ha, o'tim ishlab ketibdi degan xulosaga kelasiz. O't ishlaydigan bo'lsa, jigar ish faoliyati ishlab ketib qoladi. Jigar ishlaydi va natijada qon suyulib, bosimni me'yorlashi kuzatiladi. Bu ziyon yo'q narsa. Bu orqali siz magniy sulfat ukolini oladi-ku, magniz deydi. U emas, unaqa ta'sir qilmaydi bu. Bu qon tomirlariga ta'sir qilmaydi. Bu jigarga ta'sir qiladi. O't qopiga ta'sir qiladi. Natijada qon suyuladi, davleniyadan butunlay qutulasiz, Xudo xolasa. Kurs lecheniya 5 kun qilib 5 kundan, 5 kun qilib 5 kundan qiladigan bo'lsangiz, ziyon yo'q buni. Ba'zilarda kun ora qilsa ham effekt yaxshi bo'ladi. Ba'zilarda 10 kun ketma-ket qilinadi, 5 kundan, yana 10 kun ketma-ket qilinadi, 5 kundan qilib takror kurs lecheniya qilinadigan bo'lsa, bu orqali siz ichak faoliyatini yaxshilaysiz, o't qopish faoliyatini yaxshilaysiz, jigar ish faoliyatini yaxshilaysiz. Natijada bosimdan qutulasiz, ortiqcha vaznlar, tananing tozalanishi, qon bosimi yaxshi bo'lishi, bosh miyaga qon aylanishi yaxshilanib, bizda bosh aylanishlari ham yaxshi bo'lishi mumkin. Boshdagi og'riqlardan ham qutulishingiz mumkin. Butun tanadagi toksinlarni chiqishlik eshigini ochgan bo'lasiz. Mana bu grelka. Gadelka deydi ba'zilar yoki grelka deymiz.
Mana shunga issiq suvni quyasizlar. Kuymaydigan darajada bo'lsin, qaynoq quyib kuyib ham qolmaydi. Kelishdikmi? Issiq suvni quyamizda mana bu magniy sulfatni hozir bir choy qoshiqda yarim litrga tayyorlab oldik-ku, buni ichyapmiz. Shu ichish jarayonida mana bu grelkaga issiq suvni quyamizda, mana bu men o'ng tarafim, mana o'ng. Qovurg'ani tagi mana. Mana shu qovurg'ani tagiga issiq grelkani qo'yib, xiyol yonboshlab yotiladi. Men hozir yotibman, yotgan holatni tasavvur qiling. Xiyol yonboshlab olasizda, mana shu holatda bir ho'plam ichadigan bo'lsangiz, mana o't qopini bu issiqda, o't qopi bo'shaydi. Jigardagi qon aylanish yaxshilanadi-da, siz bu yoqdan ham magniy sulfatni ichib turib, mana bu tayyorlagan eritmamizni ichib turib, o'tni ishlataverasiz. Har bir ho'plam ichganingiz o't qopi bitta qisqarib qo'yadi. Yana ichasiz, bitta qisqarib qo'yadi. Natijada ishlab ketib qoladi, jigardagi dimlanish ochiladi. Siz unga plus yana bu tashqaridan grelka bilan ta'sir qiladigan bo'lsangiz, jigar bilan o't faoliyati, ish faoliyati zo'r bo'lgandan keyin bosim tushib qoladi. Tushunib oldimmi? Mana shu dublash. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? O't qobida toshi borlar ehtiyot bo'lsin. Biz aslida qilgizamiz o't qobiga toshi borlarga. Faqat biz nazoratdan o'tkazib olgan bo'lishimiz kerak bir qator. Yoki bir qator konsultatsiya qilgan bo'lsak, ana undan keyin biz o'zimiz toshda razmeri, joylashishiga qarab turib, keyin biz ruxsat bersak, keyin qilgizamiz. Ungacha toshi borlar qilmay turasizlar. Oshqozonida yara borlar biz bilan bitta konsultatsiya qilmagunicha yoki mutaxassis bilan bitta konsultatsiya qilmagunicha buni qilmay turganlaringiz ma'qul. Kimlarga mumkin? O'tida dimlanishi bormi, bukilishi bormi, jigarning yog' bosib qolganmi, gepatit bo'lganmi, ich qotadimi, ichi 3 kunda keladimi, 1 haftada keladimi, 10 kunda keladimi, qissa bo'ladi. Davleniyasi borlarga qissa bo'ladi. Mana o'zi davleniyaga tushuntiryapman buni. Teri kasalliklariga, psoriazizmi, ekzema deysizmi, husnbuzarlar deysizmi, mumkin. Boshi og'riyib turganlarga bu ta'sir qiladi. Bo'g'im kasalliklariga juda zo'r effekt beradi. Dubajda ertalab kechqurun, obedda, xohlagan payt och qoringa qilsalang bo'ldi. Misol davleniyasidan so'rab chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Qaysi payt chiqadi? Xohlaganda ko'tarilish mumkin. Demoqchiman, xohlagan paytda och qoringa qilinsa bo'ldi. Buni hech kimga aytmang, bo'lmasam hamma yaxshi bo'lib qoladi.